Nega mushuklar odamlarga itlardan ham ko'proq bog'lanadi? Tadqiqotlarga ko'ra mushuklar bizni onasi yoki otasi deb hisoblashadi. Axir biz ularni boqamiz, parvarish qilamiz, xuddi haqiqiy ota-onadek g'amxo'rlik qilamiz. Shu sababli agar mushugingiz 10 yoshda bo'lsa ham, u hanuz kichkina bola kabi sizni e'tiboringizni izlaydi. Ular sizni kun tartibingizni eslab qoladi. Qachon uyg'onishingiz, ishga ketishingiz, kechki ovqatga o'tirishingiz, bularni barchasini kuzatadi va sizning hayot tarzingizga moslashadi. Shu sababli siz uydan ketganingizda mushugingiz kuchli stressni boshidan kechirishi va hatto sizni butunlay yo'qotib qo'ygandek his qilishi mumkin. Olimlar mushuklar ustida tajriba o'tkazishdi. Mushuklar va ularning egalari notanish xonaga joylashtirildi. Mushuklar egalari yonida bo'lganida o'zlarini xotirjam tutishdi. Lekin egalari xonadan chiqib ketishi bilan 65% mushuklarda xavotir belgilari paydo bo'ldi. Mushuklar nafaqat bizni sevadi, balki bizni davolaydi ham. Ularning g'uvrlashi 25 dan 150 Hz chastotagacha bo'lib, suyaklarni bitishini tezlashtiradi va stressni kamaytirishga yordam beradi. Agar mushugingiz tizzangizga joylashib, katta ko'zlari bilan sizga qarayotgan bo'lsa, bilingki, u sizga men seni sevaman deyapti. Sizning mushugingizni ismi qanday? Izohlarda yozib qoldiring.